Atigi 35 ming dollarga 103 kvadratdan iborat bo'lgan bitta xonadon topib qo'ydik. Pul zarilligi uchun berib yuboryaptilar jigarlar. Hech qanaqa fake emas. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Birin-ketdan tushuntirib beraman. Orientirlar bilan hammasini qaranglar jigarlar. Ikkita 5 etажkali domlar tushyapti. Ikkita 5 etажkali domlarimizni birinchi qavatda sizlar uchun bitta xonadonimizni sotuvga chiqib ketyapti. Hozir birin-ketdan kirib ichkarilar bilan ko'rsatib beraman. Podezlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Oppoqqina holatda bo'lib turibdi jigarlar. Odamlar o'sha kirib yashayapti bu xonadonlarimizda. Suv, svet, gazlar o'sha olib kirib qo'yilgan, kanalizatsiyalar o'tgan. Tayyor holatda bo'lib turibdi. Olib, bemalol remontini qilib turib yashasangiz bo'ladi. Qarang. Birinchi etaj hamda pastki podvali xudo xolasa qo'shib berib yuboryapti. 51,5 kvadrat, 51,5 kvadrat. O'sha hisobda 103 kvadrat sizning nomingizga o'tadi jigarlar. Pastki podvalni 5 ta oynasi bor, tartsovoyda joylashyapti. Burchada jigarlar, 4 ta oynasini yon tarafda ko'rib turibsiz va asosiy eshiklarni o'zingizlar ko'rib turibsiz jigarlar. Tayyor holatda xudo xolasa olib, o'zingizni xohishingiz remontini qilib turib, xohlasangiz pastini kompyuterxona, ateliyemotka yoki sartaroshxonaga bering, xohlasangiz olib turib, o'zingizni xohishingizdek pastini boshqa narsaga, tepasini boshqa narsaga berib turib, arendasini olib yoting yoki xohlasangiz tepasida yashang, pastini arendaga qo'yib, mazza qilib jigarlar yashasangiz ham bo'ladi. Chunki ko'pchilik o'sha kirib yashayapti bu xonadonlarimizda. Bektemir postdan 20 kilometr pastga tushib ketganimizda aynan shu yerga yetib kelasiz jigarlar. Havosi juda ham toza, zo'r joylar. Kadastr chiqqandan keyin narx-navo avtomatik tepaga ko'tarilib ketadi. Ulgursiz, hozir olib qo'ysangiz, umuman afsuslanmaydigan zo'r joylarda joylashyapti jigarlar. O'zingizlar ko'rib turibsiz, tinch ham zo'r joylarda joylashgan ekan. Pastki raqamlar orqali telefon qiling, aloqaga chiqib ulgurib shoshilib qoling.